Assalomu alaykum barchaga. Barchaga emas endi bu YouTube kanalni ochganda o'zim uchun ochganlar. Ochganda kelajakda men istaydigan narsalarni hozirdan boshlab o'ylashtiryapman. Ham sizlar meni bosib boracaqman. Sizlar bilan bo'lishganda uni ertaga o'zim kamchiliklarni video ko'rib qaytalab ko'raman. Qaytadan ko'rgangizda men kamchiligim qanday kamchiligim bor ekan deb ko'rib olish uchun tushiribman. Tak ne haqida söylesemiz, obложкасini ko'rib turganingizday, eng top biznes 5 top biznes haqida söylesemiz. Demek top bizneslar bularda hozirgi videoda bari söylemem. O'ylamasdan deb turganda eng главный shu birinchi o'rinda turadigan biznes turi hozirgi atim bilmayman, biroq Instagram har turli tarmoqlarda chiqadi ko'ringiz. Bu kiyimga naqsh soladigan printerlar. Bu qalbasini yaxshi rivojlanib boradi. Har xil kiyimlarga, yo masalan bir stakanlarga cho'tka qilib soladi. Qanday naqshni istab. Men shu jurnalist bo'yicha qiziq ko'rganman. Biroq u jurnalist qiziqqan maqsad bir qalbasini bo'yicha normal kiyim ham normal naqsh chiqaruvda qilingan. Biroq o'g'an foydasi yo'q ekan, o'g'an qarashib вообще yuqori ketgan. O'g'an normal soqqa kerak. Bu top bizneslar orqali sizlar onday qarashib ko'p bizneslardan aytaman. Biroq qarashib to'ngillikdan boshlash kerak negisi. Men bu top biznesni barini boshlagan uchun birdaniga bu bizneslarda ko'rib chiqaman. Basında sizlarga video solaman, YouTube video qo'yib qo'yaman. Keyin qo'yib qo'yaveramiz, montajlaymiz, cho'tka qilib istaymiz. Ikkinchidan, birinchi o'rinda turgan sol. Uchinchi, har bir biznesda men bo'lib video solaman. Misol 5 video bo'lsa 5 video. Bu hisoblanmaydi. 6-si bo'ladi, ikkita 5-si. Tak, bizneslardan eng hozirdan boshlab shu eng qaramasdan eng normalnisini boshlab ketishamiz men. Sebebi men o'zim asli yaq biznesimda sizlarga aytmayman. Sebebi uni men o'zim birinchi ishlab ko'raman. Shu biznesda istay oldim. Bari qaytadan boshlayman. Shu videoni qo'yaman, onam tushirib qo'yaman, biroq ko'rsatmayman. Keyingi video, birinchi videom bo'ladi, misol ertaga. Ikkinchi video. Birinchi biznesdagi. Soni birinchilardan bo'lib, ana biznesni istab bo'lsam, normal daromadga chiqsam, shu biznesni istashga harakat qilmayman. Ikkinchidan, sizlar ham qo'llab ko'tarib o'tsangizlar, normal aktiv bo'lib o'tiringizlar. Sebebi bu bizneslarda olgandan keyin, misol men hozirgi rivojlanayotgan kiyim-kechak biznesi aytib qo'ying birinchi videomda endi. Bu biznesda yuritish uchun nima kerak deganda, eng birinchi u global tarmoqdan foydalanadi. Sebebi global tarmoq har turli odamlarni shahar ko'chadan biladi. Sen magazinga reklama qiladi. Shuning uchun men podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz, ham like bosib qo'llab o'tiramiz. Sebebi men bizneslarimni yuritish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun men hozirdan boshlab birinchi o'rinda so'mga o'zimga qo'yib qo'ydim. Sebebi pul boshlash uchun 0 so'm. Tak, endi ko'rib chiqamiz boshqa bizneslarda deganda keyin ko'rib chiqamizda. Ne demoqchiman men birinchim. To'xta. Bir bo'shliq vaqt bor. Bo'shliq vaqt degan bu 5 sekundlik. Davay. Like bosamiz. Podpisatsiya olamiz. Arnaga tirkelamiz degan bir deydi, короче. Demak, bas. Bo'shliq vaqt tozildi. Sizga ulgurdim. Bo'ldi-da. Tak, al endi. Davay.